Ramazon bu nafaqat ruhiy poklanish, balki organizm uchun ham sinov davridir. Noto'g'ri ovqatlanish esa gastrit, yara, jig'ildon qaynashi, qabziyat va metabolizm kabi kasalliklarni kuchaytirishi mumkin. Bugun sizga Ramazon oyida oshqozon ichak tizimini asrash bo'yicha muhim tavsiyalar beraman. Iftorlikni qanday boshlash kerak? Eng katta xato bu uzoq vaqt ochlikdan keyin ko'p va tez ovqatlanish. Ovqatlanish tartibi: avvalambor 1-2 dona xurmo yoki iliq suv bilan ochiladi, 5-10 daqiqa tanaffus beriladi, so'ngra yengil, oqsilga boy bo'lgan taomlar iste'mol qilinadi. Bu oshqozonni zo'riqtirmaydi va kislotaligini keskin oshirib yubormaydi. Iftorlik vaqtida quyidagi ovqat mahsulotlaridan ehtiyotkorroq bo'lib ovqatlanish kerak. Bularga juda ham yog'li, qovurilgan taomlar, gazli ichimliklar, juda achchiq, nordon mahsulotlar, ko'p shirinliklar. Bu mahsulotlar organizmda, ya'ni oshqozon ichak tizimida kislotaligini oshiradi, reflyuks kasalligini kuchaytiradi. Ba'zida jig'ildon qaynashlar, qorin dam bo'lishlari va ovqatlangandan keyin bemorlarda qorinda og'riqlarni kuchaytiradi. Saharlikni o'tkazib yubormaslik kerak. Saharlik energiya manbai. Saharlikda ovqatlanganda ovqat tarkibida quyidagi mahsulotlar bo'lishi shart. Murakkab uglevodlar, ya'ni grechka, suli yormasi, oqsil, ularga tuxum, tvorog, go'sht va yetarli suyuqlik. Oddiy shakarli mahsulotlar tez ochlik chaqiradi. To'g'ri tanlangan saharlik kun davomida holsizlikni kamaytiradi. To'g'ri ovqatlanish bilan birgalikda suv balansini ham to'g'ri ushlash kerak. Ya'ni iftorlik bilan saharlik orasida 1,5-2 litr suv iste'mol qilish kerak. Bu birdaniga emas, balki bo'lib iste'mol qilinadi. Ba'zida suv yetishmovchiligi ham organizmda qabziyat, bosh og'rig'i va umumiy holsizlikni kuchaytiradi. Ramazon oyi organizmni tozalash va metabolizmni tartibga solish imkoniyatidir. Ammo bu to'g'ri ovqatlanish bilan amalga oshadi. Agar sizda Ramazon oyida oshqozon ichak tizimidan muammolar kuzatilsa, shifokorga murojaat qilishni unutmang.